Men hali u bankka oldim, hali bu bankka bordim, kredit beriladi deb, birontasi kredit bermasa noliydi, men achinib ketaman haliga odamlarga. Birinchidan jahlim ham chiqib ketadi. Voy, baraka topgur, kimdir senga pul bermayotgan bo'lsa, ayb ularda emas. Ular pulini himoya qilyapti. Sen xomsan hali, sen g'oyang hali pishmagan hali. Bu achchiq bo'lsa ham aytaman, o'zing ustidan ishla. Bitta narsa, banklarga bor pul uchun emas, kredit uchun emas, sen o'zining kamchiligini o'rganish uchun bor. Mana o'rtoq bankir, mana proyektim bor. Mana shu proyektimni ko'rib ber, pul bermasang ham mayli, men ko'ribda qayerda kamchiligi bor deng. Men kamchiligini topingda, borib chiqib o'sha kamchilikni to'g'rilang. Boshqa bankka boring. Mana men kamchiligini to'g'rilagan biznes plan, qanaqa kamchiligi bor, to'g'rilab berding. U ham teng ko'radida, kamchiligini to'g'rilaydi. Keyin 5-bankka borasiz, 6-bankka bor, 7ta bankka borganingizdan keyin hamma kamchilikni to'g'rilab bergandan keyin 8-bank, "Oh!" deydi. "Молодец, zo'r biznes" deydi. Men bunga investitsiya kiritishga tayyorman deydi. Keyin siz ayting, "Sendan pul olmayman." Bo'ldi, menda o'sha mukammal reja paydo bo'ldi. Endi men puli bor biznes hamkorlarni jalb qilaman. Va ertaga shunday ko'chaga boringda, pul bor odamlarga borib, shunday ko'rsating, pul bor odam bittada sizga pul tikadi. Mana sizga moliyalashtirishda eng zo'r yo'li. Rozi bo'lmasa siz 10 ta odam bilan uchrashing. 8 tasi отказ qiladi. Normal holat. Kerak bo'lsa 100 ta odam bilan uchrashing, 80 tasi отказ qilsa, lekin 20 tasi qiziqadi. Bu Pareto qonuni 80 ga 20. Biznes shunaqa quriladi do'stlar.